Va do'stlar, uchrashuvda hisob ochildi. Mana shu tarzda Buxoro bugun ham raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Izzatulla Po'latov o'z imkoniyatidan unumli foydalanib ketyapti. Bu tezkor gol. Uchrashuvda Buxoro raqib darvozasini ishg'ol etdi. O'yinning 8-daqiqasi endi boshlanganda Izzatulla Po'latov qanotdan yetkazib berilgan to'pni mana bu tarzda Omonov jarima maydonchasi tomon kirdi va pas berdi. Po'latov to'pni himoyachilarni yonidan o'tkazib darvozabon uchun murakkabroq ijroni amalga oshiryapti. Mana himoyachi yaqinida o'sha himoyachini yonidan o'tkazdi Qobilovni. Rahmonov ham ulgurmadi, chunki Aziz Omonovni ta'qib etib uni kutib olishga borayotgandi. Po'latov gol urdi.